Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyati 1999-yili 4-oyda birinchi qitim nashr qilgan roman Sarson Ruh, avtori Ahad Turdi. Ikkinchi qism, 4-bob. Shahona makon. Birinchi. Makonsizlik Atxonni har ko'ylarga saldi. U dastlab ata bovularning tug'uni tug'ilgan yering qada degan hikmati bo'yicha mana ketiman, ana ketiman degan umid bilan sarsonlikda o'taverdi. Ammo umid reallikqa yuzlanmadi. O'z vaqtida taqalgan yo'l shu peti ichilmay turaverdi. Buningga hozir hech kim bir narsa deyolmaydi. Bu xuddi odam bolasi yecholmaydigan sirliq tepishmoqdek barliq musofirlarni umid va umidsizlik, andisha va intizorlik ichida qiynayotgan mushkul ishlarning birisi edi. Lekin nurg'un oy kunlar shabsiz o'tib ketdi. Vaqtning o'tishi bilan kishilar bu mushkulliklarga asta-asta ko'nib, o'zlarining taqdir qismatlarini boshqacha o'rinlashtirishga boshladi. Atxonmu sarsonlikqa to'ydi. Kishilarga beqinib makonsiz yurishdan bezor bo'ldi. Uningga haqiqatanmi bir uyning qadri o'tilgan edi. Bugun Atxon kashlik tamoqdan keyin Akbarni boshlab eshik oldiga chiqdi. Mahallaning bir chetidagi tog' bag'rida xuddi randalab qo'ygandek siyliq 4 chasa xarsang toshlar bor edi. Ular shuningga ro'bro o'ltirdi. Atxon beshiga yurtdan ilib kelgan ko'k mantu do'ppa bilan uchisiga kandir gazlimisidan arab fasonidagi kirtik yaqiliq uzun ko'nglak kiyib olgan edi. U bu xil ko'nglakda o'zini xili erkin va rohat his qiladi. Lekin Akbar texicha bu xil ko'nglakni kiyishga ko'nmagan edi. U hamisha onasi tiktirib bergan kalta yipak ko'nglak bilan kang og'liq xasa ishtinni pat-pat yuvib kiyib yuradi. Beshiga bo'lsa yeshil shoyda tikilgan tapchima do'ppa kiyib olgan edi. Akbar atrofiga qiziqib qaradi. Uning orqi qaqas tog', ikki yeni bir-biriga yondab silingan tosh uylar edi. Akbar odam mundaqliq qarasa uylar bilan tog' bag'ridagi toshlarni farq etolmaydi. Faqat sinchilab qaraganda ondin uylarni va ha degandila ko'zga tushmaydigan eshik derazlarni farq etalaydi. Har yili qish va atyoz fasllari yomg'ir yaqqanda bu tog'lar lappida ko'kirib, bu poyansiz qaqasliqda go'yo bir parcha ilohiy yeshillik paydo bo'lib, kishilarga go'zallikdan, hayotlikdan darak beradi. Buni arablar o'shib deb atashadi. Bu chog'da qo'y o'chkilar samirib, to'xu tumanlar yayrab ketadi. Birer oy o'tgandan keyin bo'lsa, xuddi birsi o't purkigandek bu yeshillik sarg'ayib yana aslidagi quruq qaqshal holatiga kelib qoladi. Akbar amdi nazarini o'ylardan elib, dastlab tog'ga, ondan osmonga qaradi. Osmon supsuzuk edi. Ufqdan balqib turgan rangarang shafaq atrofdagi egiz-pas o'ylarning ustidan o'tib, tog'ga sho'la tashlab turadi. Har xil shakldagi tosh uyutmalari bilan qad ko'tarib turgan qo'ng'ir tog' shafaq nurida texmo ranglanib, julalanib, o'ziga xos ko'rkam bir manzarani hosil qilgan edi. Shu chog'da tog' tarafdan kelgan issiq shamol yuzni yumshoq siypab o'tdi. Atrof jimjit edi. Qushlarmi uvalarga ketishgan, faqat bir necha shaparang u yoqdan bu yoqqa g'uyuldab uchib yuradi. Atxon o'g'lining tabiatga mabdum bo'lib o'ltirganligini ko'rib, uning fayzini buzishni xohlamadi. Demakchi bo'lgan gaplarini ichiga yutib, Akbarning mastona holatiga qaradi. O'g'li uning ko'ziga xilila cho'ng bo'lib qolgandek, qomatlik va bejirim ko'rindi. Demisimi, bu kunlarda Akbar xilila bo'y tortib, burni ko'pib, sumbatliq yigit bo'lib qolgan edi. Xumdandagi ig'ir amgakdan burunqi yumshoq, nozik qo'llari qetib, qadoqlashib, ugilari yo'g'on, panjasi kuchli qo'llarga aylangan edi. Yuz ko'zlarimo kuyuk attapliq ish maydonida kuyib, aslidagi qizillikdan o'tib, qo'ng'irga aylanib qolay degan edi.
Akbar Xumdanda yetib qopib qattiq ishladi. Ishlaganga yarasha Abu Lahabning maqtishiga va yuqori haq berishiga erishdi. Her haftaning juma kuni kechda kirib, dadasini va og'inisi Harisni yo'qlab turdi. Haris bilan ikkisi bak echekishib ketgan edi. Haftada bir qatim ko'rishmasa, izdirkini qilishadi. Ko'rishganda bo'lsa, mungdishib, o'ynashib qinishmaydi. Bugun garchi juma bo'lmasa-mu, Atxon o'g'lini alohida chaqirib, bir ish ustida so'zlashmoqchi bo'lgan edi. "Balam, bir uy salsaqmikin deyman", dedi Atxon. Axir ko'nglidagini to'p-to'g'ri aytib, "Tirik odam uchun bir makon bo'lmasa bo'lmaydi. Yelimo qiqil soqolliqda ko'p yurdik. Yana mundaq ketaversak, xarliq qolamiz. Yurt ketib qolsa, qanday qilamiz?" so'radi Akbar yana shu umid bilan dilg'ul bo'lib. "Uningdan g'am qilma, balam", dedi Atxon xotirjam holda. "Uy degan satsa pul, ishlatsa qo'l. Agar ashunda xushal kunlar nisb bo'lganda shu kunlar ilishiga setib ketaveramiz. Lekin u kunlarni to'liq kutib, inkimiz tushib qolay", dedi. Atxonning birdilla ovozi pastlab, ko'ngli buzilgandek bo'ldi. "Men shu kunning kelishini umid qilib, sarsonlikqa chidagan edim. Mana bir yil bo'lay deb qoldi. U kunlardan zodila xabar yo'q. Xudo u kunni bizdan bakmo yiroq qilayotgan o'xshaydi. Endi o'zimizning turmushini loyiqida o'rlashtirmasak bo'lmaydi, balam. Inshaalloh, hunar, mehnatning sharofati bilan Xudo olto'la pul berdi. Men hisoblab ko'rdim. Qo'limizdagi pul bilan bosh oyg'imiz patqudak biror makon qurib chiqalig'idekmiz." Akbar ko'zlarini yerim yumib xiyolga patdi. Dadasining so'zlari uni qoyil qilgan edi. Demisimi, uy makonsiz yuriverish o'z-o'zini xarlash bo'ladi. "Yaxshi o'ylabsan, dada", dedi u Atxonning o'ychan, muloyim chiroyiga qarab. "Uy salsaq salayli, lekin uylik yerni qanday qilamiz? Kim bizga yer ko'rsatib berdi?" Atxon bu savolga tezda javob berdi. "Men bu ishni o'ylab qo'ydim. Maqsadimizni Abu Lahabga aytsak, biror amalni qilib berar, deb ishniman. Bo'ladi, dada. Sen Abu Lahab tag'am bilan so'zlashib baq", dedi Akbar xushallik bilan. "Uy o'rni hal bo'lsa, tezroq tutish qilayli. Men Xumdandan ish haqimga hisoblab xish olay." Ata balaning bugungi suhbati shu yergacha bo'ldi. Atxon o'z ko'ngliga pukkan ishning oxir vujudga chiqadiganligini o'ylab hayajonlandi. U bu planni ko'ngliga pukkanda o'zini emas, ko'proq Akbarni o'ylagan edi. Akbar texi yosh, hayotlik yo'liga amdi qadam besib kirdi. Uning oldida nurg'un ishlar bor. O'zi bo'lsa allaqachon 50 dan halqib, hayot davonining bu tarafiga tushib ketayotgan odam. Davondan tushish bakmu tez va xatarlik bo'ladi. Olimadiz biror kutilmagan ish bo'lib qolsa, qandoq bo'ladi? Uğu bu dunyoning g'ug'alarini orqaga tashlab, mengulik rohatga ketar. Akbarchu, u qandoq qildi? Yana mushu begona zaminda ota jandisiga varislik qilib, sarson sargardonlikda uy makonsiz yuramdi. Kim uning beshini siylaydi? Kim uning yolg'iz beshini o'nglaydi? Bularni o'ylasa, Atxonning yuragi ichib, kechalari uyqusiz azoblanadi. O'zini bakmu naqobil, yaramsiz ota hisoblab, uni bu yerga zo'rlab elib kelganligidan bakmu o'kinatdi. Lekin hozir o'kinadigan vaqt emas edi. Balki bu ochiq, shafqatsiz reallik oldida bundan keyingi ishlarni qandoq qilib obdan saramjonlashtirishga aldiraydigan vaqt edi. U Akbarning talada qilishini xohlamaydi. Bu jihatdagi burchini ado qilmasa, o'lsimi mangu ko'zi yumilmaydi. Ikkinchi, Abu Lahabning yordami bilan uylik yer tezla hal bo'ldi. Abu Lahab aslida bular bilan bir yerda o'ldirish uchun Ashhamiya mahallasidan yer hal qilishni o'ylagan edi. Lekin bu yer Atxon hunar qiladigan haramdan yiroqroq bo'lg'achqa, uning kelib ketishini nazarda tutib, yanala bular ko'nib qolgan Musfila mahallasidan uylik yer hal qilib berdi. Bu ishning bundoq tez ham o'ngishli hal bo'lishda Abu Lahabning yuz obro'yi muhim rol o'ynadi. Bu odam oliy janobligi,
Pak, g'arazsizligi va xolis nazarligi bilan Makkadagi kishilarning qalbida yuqori sharafga erishgan edi. Yerni jiqroq hal qildim, dedi Abu Lahab shahar qozisining muhiri besilgan bir parcha qog'ozni uningga berib o'tib, Akbar cho'ng bo'layotdi. Uning ustiga keyinlikini ko'zda tutmasak bo'lmaydi. Makka yildan yilga kengayib, odamlarmo ko'payotdi. Men sizga aytsam, ustam, texi bir necha yilning oldida Hajla, Muabda, Arat al-Baq degan yerlarda odam ko'p emas edi. Hozir qarislari bas-basta uy imoratlari silinib, odamlarmo ko'payib ketdi. Makka o'z zamonasidan tortibla o'z vatanida diniy yoki irqiy ziyonkashlikka uchirgan kishilarning panogohi bo'lib kelgan. Shunga bu yerda Shamliqlar, Misrliklar, Habashistonliklar, Rumliklar va Hindistonlik musulmonlar o'ltiraqlashgan. Hozir bundaqlarning soni yildan yilga ko'payotdi. Oddiysi haramning yinidagi Judri bozorini Hindistonlik tijoratchilar egilib bo'ldi. Shunga men yana bir necha yildan keyingi ishlarni nazarda tutib, o'ylik yerni jiqroq kestirdim. Hozircha bir ikki ig'iz o'ysilib, qolganini tam cho'rib, o'z ilkimizda tutib tursak, keyincha quruq yerdan pul tug'iladi. Mana bu uzoq yil tijoratda pishgan, hozirgi ishlarga qarab kelgusini tasavvur qila oladigan aqlliq, yiroqni ko'rar bir odamning inchka hisob kitobi edi. O'ylik yer hozirgi Kujum mahallining eng chetidagi tog'ning bag'rida edi. Bu yerdan haram masjidning oraliqi bir chaqirimmo kelmaydi. Atxon naiti tizla ish boshlavatdi. Dastlab kona erim bo'yicha bir paxlan so'yib, ata bovisining rohiga atab nazar berdi. Andin madikar bozoridan kuchlik, sog'lom madikarlarni setib olib, uyga ul qo'ydi. Tosh tuproq yondilar edi. Qanchalik ishlasa shunchalik chiqatdi. Akbar xumdandan yetarli xish to'shib berdi. Baytumur uy qurilishiga ketarlik to'mir ta'saklar bilan ta'minladi. Atxonning ish maydonida mixtak qadilib turishi bilan bu qaqas tog' bag'rida yana bir hayotlik nishoni bo'lgan bir eg'iz uy tezla qad ko'tarib chiqdi. Uy bitgandan keyin uyning atrofidagi keng sayna yana 10 ig'iz uy siqqudek tub-tuz zemin 1,5 metr egizlikdagi quruq tom bilan qorishilib, atxonga tava muqim mulk bo'lib qoldi. Hovlining taq qanotliq ishigiga lok o'rnatildi. Lok o'rnatilgan chog'da Akbar ixtiyorsiz holda yurtidagi yeza uylarini, bog' qo'riqlarni eslab ketdi. U yerdagi dehqonlarning hammasi degudek uylariga, bog'lariga lok salatdi. Yog'ochda yasalgan mundaq qulub ham arzon, ham mustahkam bo'ladi. Lekin ipini tepib bir oz pam ishlatsa, ichivat kelimo bo'ladi. Akbar bir necha qitim og'inlari bilan sahroga chiqib, lok silingan bog'larning eshigini pam bilan ochgan va o'g'irliqcha bog'ga kirib, may bog'lab pishgan shaptul, to'g'ashlarni to'yg'icha yeyishgan edi. Hozir uning qiziqqini yolg'iz lokla emas, balki bu yerdagi nurg'un narsalarning yurtidagiga o'xshash ekanligi edi. Bu yerdamo evriq, ko'za, suyi so'g'uq ko'p, yejir tovoq, yog'och cho'mich, yog'och qo'shiqlar bor edi. Balalar ko'kbosh pishirib yeydi. Uylarga bo'ri salatdi. Bog' varanlarga anjan tam so'qatdi. Kishilar atiganda zasuy ichatdi. Yog'larni juvozda tartatdi. At eshakni momga bog'lab taqlaydi. Xamanda ishlatadigan ara gurjak bor edi. Qisqasi, ayollar non yoqqanda ishlatadigan rapidi bilan cho'gin tutadigan tutqig'icha o'pmo o'xshash edi. O'z yurtidan shundoq yiroq bir yerdagi o'xshashmagan muhit, o'xshashmagan xalqlar orasidagi bundoq tabiiy o'xshashlik Akbarning balalarcha tafakkurni qo'zg'atayotgan edi. U ham qiziqqan, ham hayron bo'lgan holda bular nima uchun boshqacha bo'lmay biznikiga o'xshash bo'ladi deb o'ylaydi va bundoq o'xshashlikdan o'ziga bir xil yaqinlik sezadi. Shularni hamisha ko'rib tursa, go'yo o'z yurtida yurgandek ozodlik va xushallik his qiladi. Akbar lok o'rnatilgan kuni bu haqdagi qiziqishi va hayronligi to'g'risida dadasiga so'zlab berdi.
Dadisi kulib ketib mundaq dedi: Allah öz bendelerini o'xshash yaratgan o'g'lim. Ularning tirikchilik yo'lidagi ishlarimi o'xshash. Shunga ota-bobolarimiz u shahardan bu shaharni qilmag'in arzu. Hamma yerda bardur o'xshash mizon tarozu deb nihoyatda to'g'ri aytgan. Atxon bilan Akbar bugun tunji qitim o'z uyining bo'sog'isidan atladi. Uzunchoq kelgan uyining ichi qorong'uroq bo'lib, to'risdagi to'mir vadaklik tungluk bilan o'ylaga qargan 4 chasa panjaradan boshqa biror derazimi yo'q edi. Ko'nirab ketgan bir parcha Paris gilimi, yumaloq shiraning atrofiga silingan bir qancha ko'rpichak bu uyning butkul bisati edi. Qora suvoq qilingan uyning qibla temiga hamzakdan 2 qulatcha zadval tortilgan edi. Zadvalning osti tarafida ratlik yig'ib qo'yilgan bir quruq koni yotgan ko'rpalar turardi. Ular salqin uyning ichida birdam yig'inib, birdam maydisini yerga yiqib rahatlanib yotdi. Shu bir daqiqalik harakatlar bilan ularning 10 necha kunlik hardiqi biraqla chiqqandek bo'ldi. Axir o'zimizning makoni bo'ldi, o'g'lim, dedi Atxon hayajon bilan. Garchi bu namrat ko'rimsiz uy bo'lsa-mo, lekin men buni shahona makonlarga tang qilmayman. Chunki bu bizni sarsonlikdan, xorlikdan qutuldirdi. Uning ustiga musofirchilikda yurib, tapqan halol pulimiz bilan putdi. Esani bo'lsin, o'g'lim. Bu dunyo omonat dunyo. Aplab saplab o'tsa bo'laverdi. Haqiqiy kapolat u dunyoda. U dunyoning maishatlari mangulik. Ular kashlik choyni tunji qitim o'z uyida qaynatib ichdi. Choydan keyin ota-bola sham chirog'ining yo'riqida uzoqcha gaplashib o'tirdi. Xubtandan keyin harduq yetgan Atxon o'rniga kiribla uxlab ketdi. Akbarning uyqusi kelmadi. Uy dimiq bo'lib ketgan edi. Uning ustiga nalardandir kirib olgan bir necha pasha uning atrofida g'ing'ildab, ochiq yerlarni chiqib, zodila aromini qo'ymadi. Axir Akbar bir ko'rpini qo'lqiga qisib, mahallaning oldidagi keng qumliqqa keldi. Bu yer ochiqchilik bo'lg'achqa shamol urib turardi. Shunga pashalarmi yo'q edi. Akbar issiq qum ustiga ko'rpini silib, suzilib yotdi. G'urg'ur shamol uning yuz ko'zlarini siypab, atigandan biriqi issiqda tinchiqqan badaniga oz to'la rahat baxsh etdi. Akbar bu yerda yolg'iz emas edi. Uylaridagi dimit bilan pashidan qochib chiqqan erlar, ayollar va kichik bolalar u yer bu yerda qumga yig'inib, ba'zilari uxlab, ba'zilari paranglashib yetishatdi. Akbar beshini ikki qo'lining orasiga elib, osmonga qarg'anicha o'ngda yotdi. Ko'kdagi to'lin oy poyansiz dengiz ustida laylab yurgan yo'g'on bir parcha oq sadafdek parqirab turardi. Akbarning xiyoli yana yurtga ketdi. Turibla uning ko'z o'ngida uyi atrofida o'sib turgan suvadan terak va shu terak yenida shildirlab oqadigan layqa eriq, bir zamonlar shahar sirtida og'inlari bilan laglak uchirgan vallay to'vilgan qadimki yarliqlar, to'piliklar, onasining mo'nliq ko'zlari, ağaç sing'illarining tatliq kulkilari namoyon bo'lgandek, bu narsalar aslidagi qiyofati bo'yicha qiliqlanib, harakatlanib turgandek ko'rinib ketdi. Akbar o'zini bir silkib, bu azobli xiyoliy dunyodan qutulib chiqish uchun ko'zini yo'g'on ichib osmonga qaradi. Oy uning beshi ustida esilib kulib turardi. Akbar bir chog'larda yozning issiq kunlarida onasi bilan billa o'gizda yetib, osmonda ashundoq oyni ko'rgan edi. U chog'da onasi uningga oy to'g'risida ajoyib qiziq, go'zal hikoyalarni so'zlab bergan edi. Hozir Akbar ana shu hikoyalarni qayta esladi va osmondagi to'lin oyga qarab asta pichirladi. Ey g'ubarsiz erka oy, sening mushu nurliq sho'lang shodam yurtimdagi uylarni, bog'larni, tog' daryolarni mushu yerdikda ko'rtib turamdigando, u yerdagi anam, ağaç singlim va hiliqi men texi ko'rmagan qirindishim sizning parqiroq chiroyingni menga o'xshash ko'ralamdigando. Men ularning seni ko'ralishini, sening bizning ko'zlarimizning uchrashishi uchun ko'rik bo'lib berishini naqadar arzu qilatdim-a? Ah ana, lekin
Sen hazır aşu asmandaki ay yulduzlardan mo yiroqda, bek mo yiroqda. Ah Xudo, bu nim degan ig'ir, nim degan uzoq judolik. Sen bütün koinotni, yer zamindagi barliq mavjudotni yaratquchi, olamni saranjonlashtiruvchisan, hayot mamatning egisi, insoniyatning panohi, xayr ehsonlarning buliqsan. Lekin nim uchun mening ahu faryodim sana yetmaydi? Nim uchun menga iching og'irmaydi? Men qaysi gunohim uchun buncha ig'ir dardni tortishga haqliq? Ey ko'yimchan Alloh, meni onam bilan uchrashtirg'in. Men uning xizmatini qilib, o'g'illik burchimni ado qilay. Yurtimga yo'l bergin. Men uning meni oprayda qilgan tuproqlarini suyib, ko'zimga surtay. Akbarning ko'zidan yosh taramlab ketdi. Oxiri o'zini tutolmay, onasidan ayrilgan kiyik boladek bo'zlidi. Akbar shu holatda qanchalik yotganini o'zimi sezmadi. Bir chaqda qumning o'tliq tapti ko'rpidan o'tib, badanini qizitishga boshlagandala, u o'rnidan turdi va yangi uyda dadamni qara besib qolmasin deb ansirab, ittik uy tarafga mandi. Atsi Abu Lahab yangi uyni tabriklab keldi va o'ylining bir chetiga o'z qo'li bilan bir tal ko'chatni tikib mundoq dedi: "Biz bu daraxtning ismini nim deb ataymiz. Bu bek xosiyatli daraxt. Uning soyasida yotgan odam hargiz o'pka kesli, zukam bo'lmaydi. Yo'pormiqini qaynatib suyida tug'utliq ayolning qo'tir bo'lib qolgan, isitma bo'lib qolgan odamning beshini yuvsa darhol shifo bo'ladi. Sen buni quritib qo'yma Akbar. Kunda oz-ozdan suv quyib bersang, cho'qim ko'klab ketadi. Inshaalloh deganlar bo'ladi taqsir", dedi Atxon hurmat bilan. "Bu bekmo ma'nili ish bo'ldi. Yangi uyga yana bir yangi hayotlik qo'shildi. Biz buni cho'qim ay qilamiz." Davomi bor.